Привет! Yana keldi o'sha bezbet. Ertalab soat 12 da turib, zavtrakka nima tayyorlashni bilmaydiganlar uchun men bu qo'poldan maxsus makaroshki. Xullas makaron to'kdim, qizim yordamlashyapti. Qizlajonlar, qozonni o'choqqa qo'yamiz, birinchi navbatda makaronni qovuramiz. Orada Sabina kelib bir balola so'raydi. Xullas qizim jim o'tirsin deb qo'liga daska ham ushatib qo'ydim. Men bu tentis stol tagidan chiqib kelyapti, nimaga desanglar musor tergan. Xullas ingrediyentlarni tayyorlaymiz. Qizimga olgan qulpini bitta ikkitasini hazm qilamiz. Birinchi navbatda kartoshka solamiz. Kartoshkamiz o'zimizni basharamizga o'xshab qip-qizil bo'lib pishgandan keyin go'sht solamiz. Men bu qizni ahvoli ko'rdinglar, makaronni ichiga nima solib qo'yganini. Xullas go'sht bilan piyozni ham solamiz, yaxshilab qovuramiz, qizlajonlar, qovuramiz. Shtobi qaynanani asabiga tekkanda qizarib ketadigan darajada qizil pomidorlarni sovulib bolgarskiy bilan uni ham qovurib olamiz qizda. Orada qorninglar ochib ketsa, yeylar. Qaynanasi borlarga tavsiya qilmayman, chunki og'ri tomoq deyishi mumkin. Xullas makaron qovurilgan makaronimizni ustiga shappa solamiz. Bir pasda pishib qolar ekan qizlajonlar. Qoyilmisizlar, tugadi.